Pirimqul Qodirovning ushbu Qadrim nomli qissasi yurtimizning tabiiy boyligi, neft, gaz konlarini qidiruvchilarga bag'ishlangan. Asarni o'qir ekansiz, adibning mahoratiga tan bergan holda o'zingizni xuddi qahramonlar bilan birga yurgandek his qilasiz. Qishloqning mehnatkash, mo'min-qobil, oddiy yigiti Iskandar sinfdoshi Zulayhoning ta'na-dashnomiga chidamasdan oshpazlikni tashlab sahroga neft qidiruvchilar yoniga ishga boradi. U yerda esa Zulayho ham ishlayotgan edi. Iskandar borgan paytda hali neft topilmagan edi. Rahbarlardan tortib ishchilargacha bu holatdan norozi edi. Xo'sh, izlagan neft koni topiladimi? Iskandarni sahroga yetaklagan asl sabab nima edi? Zulayho Iskandarni sevarmidi yoki shunchaki uning ahvoliga achinarmidi? Iskandar uchun Zulayho asli kim edi? Davron asli kim edi? Ashur nega Iskandarni yomon ko'rardi? Iskandar sahroda qanday jasorat ko'rsatdi? Ushbu savollarga asarni o'qish davomida javob topasiz.